إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارشد الطوار الله سبحانه وتعالى نتيجة biz ona bakmayız, ondan ona yardım soruyoruz, ondan ona yardım yalvarırız. Nesillerimizin uzaklarından, amellerimizin başarından Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınırız. Kimne Allah Teala doğru yola gönderse, ona hiçbir kim adaştırmaz. Kimne adaştırsa, ona hiçbir kim doğru yola göndere almaz. Şahitlik veren, Allah'tan başka hiçbir ilah, ibadet kılınan, tavına duran zat yok, yalnız olanın dingaşı yok. Şahitlik veren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu hemşisi. Ona, onun ehl-i beyti yakınlarına, sahabelerine, tabi'inlerine, hem Allah'ın yolun devam etmişi barca mümin Müslümanlara Allah Teala'nın rahmeti ve mağfireti bulsaydı. Bugün sözümüz kanaat uğrunda bulacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا أَتَاهُ. Allah'a buysungan, yeterlik rızığı bulgan, hem Allah tarafından kanaatlik hissi verilen kişi bundan da uğuşa erişti. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, eğer de sizin biləriniz irten, tınış köngülü bilen, tane ağrılardan emin halde tursa, hem onun bir günlük rızığı bulsa, dünya onun karşına bütün baylıkları bilen gelip boskan kebek bulurdu. İslam dini Allah Teala tarafından verilgen rızıkka, sağlık selametlikке, baylıkka, iş uğruna kanaat bulurga öndeyim. Nesese bol kanaat bulun. İşte biz onu biliriz. Biz kanaatına yok mekanı. Muhammed ibn Ali el-Tirmizi rahimahullah bu düşünceler şimdi anlatına girer. Kanaat bulun, bu Allah Teala tarafından verilgen rızıkka onun bilen rıza bulun diyor. Şu bilgilemeden sebep kanaat bulun, Allah Teala'nın takdiri Allah Teala takdiri bilen rizalaşmadan ibaret bulup duran. Eğer de kişinin kumulunda Allah Teala bilgen nimetlerine kanaatsizlik hissi bulsa, şimdi o dünyada nindi rahat turmuşta yaşamına kalamasdan rahatsız bulaşar. Şimdi Allah Teala bilgen nimetlerine onun kumulunda, kişinin kumulunda kanaatsizlik hissi bulsa, indigine aşağı turmuşta yaşasa da o özün bəxtlidir, yaşar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanaatli bol zor nimet ikeni turunda bir hadisindeydi. Kanaat bulunuz çünkü o bitmey turgan boylık degan. Kanaat bu şunday boylık bu bir başında yokka çıkmaydı. Ama onun derecesi bitmey. Eğer de kişi bu sıfatla iyi olsa, onun kumunu her vakit tanış bular. Temizlikte kilsek, o kişide bitmey turgan ağırı. Kumul onun arkasında her vakitte de kaygırar, çünkü o işin kuşarar. Kişi o şeyden ülgeç bana kurtulu alacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle deyirken, lakin turmuş olup barı için yeterlik bulgan baylık köp, lakin Allah'ta ibadet kıldan çitleştirip duran baylıktan yaşarap degan. Kişi nişek şu kanaatlik hissine erişe Allah. Allah Teala bizge Kur'an'da buna haber etken. Allah Teala etken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ma
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كم ذا كم يكشف صنو يكي خاطن قز بوصن بمؤمن حالندا izgi amal qilsa biz uni xayrli turmushda yashashakmiz. Ham qilgan amallarni qaraganda da yaxshiroq bo'lib berishakmiz degan Alloh taolo. Yaxshiroq etib, shu qilgan amallaridan da yaxshiroq qilgan ajrni berishakmiz deb Alloh taolo aytadi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu shu hayotdan tayyiba degan so'zni xayrli yaxshi turmush degan ibarani qanoat bo'lu deb anlatgan. Yani qanoat bo'la turgan turmushda Alloh taolo kishini yashatar agar o'sha ishloqlar o'tsa. Yani birinchisi bu Alloh taologa ishonsa, mu'min bo'lgan holda bo'lsa, ham ikkinchisi izgi amal qiladi. Yani Alloh taoloning rizoligini olib boradigan amallar qilsa, kishi shu qanoatlik hissini yashashak, Alloh taolo uning ko'nglidan shu hissni solashak. Kishilarning ko'nglida bunday his bo'lmaganiga ko'ra, kishi ko'p vaqtda taqdir bilan rizo bo'lmay, ham endi gunohli yo'llar bilan o'zi tilagan narsalarga umtiladi. Masalan, kishining kredit oluvi yoki o'sha rishvatga o'xsha berib turuvining sababi turmushdan qanoat bo'lmoq bo'lib turadi. Kishining yashab turgan o'rni, yurib turgan mashinasi bo'lib da, agar endi u uning yaxshirog'i tilasayni har vaqt tilab tursayni butun umtilishlari shu bo'lsa, ham endi o'sha o'zining maqsadini erishish uchun aytdik, u ruxsat etilgan mahalani yo'qmi ekani qarashishi unutilsa, u endi o'sha bo'lgan ayblarga qanoat bo'lmagan bo'ladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, agarda adam bolasının iki o'zan boyligi bo'lsa-da, u uchinchisini tilar edi. Shunga ko'ra adam bolasının qornidan boshliqdan boshqa bir narsa ko'rmaydi degan. Alloh taolo qanoatsizlikdan tavba etuvchilarning tavbalarini qabul etadi degan. Qanoat bo'lurga mashg'ul sabablar bor. Ham uning birinchisi o'l o'lim ham qiyomat kuni to'g'risida fikrlanov, ularni unutuv. Ikkinchisi dunyo shahvatlarini shumu. Uchinchi sabab ruxsat etilgan amallarni qilmaganda ortiq shomasini bilmisha cheklarni uzib ishlov. To'rtinchi sabab Qur'on oyatlari to'g'risida fikrlanov. Qur'on oyatlari o'qiganda ularning ma'nolari to'g'risida fikrlanish o'quv. Beshinchi sabab boy kishilar bilan dunyo pulida yorishuv. Ham oltinchi sabab boylik bo'lganda cheklarni bilmau. Mana shu sabablar kishining ko'nglida shu qanoatlik hisini bo'ldiruvdaymi? Maşallah turadigan sabablar bo'lib turadi. Agar kishining ko'nglida qanoatsizlik hissi bo'lmasa, u kishi qo'lida bo'lgan boylikqa qiziqib, ulardan kunlashib, o'zining umrini baxtsiz etib kesitashadi. Chunki u boshqalarga qaraydi, ham ularning qo'lidagi bo'lgan narsalarga qiziqadi. Ham menda yo'q deb, endi o'zining ko'nglida shunday rahatsizlik his etashadi. Agarda musulmon Alloh taolo bergan rizqqa har vaqtda qanoat bo'lsa, u ularga eng shukr etuvchi bo'lacaq. Abu Hurayraga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir kengash bergan.
كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قانعا تكun أشكر الناس. Taqvalı bu kişilerin en ibadet buluşusu bulursun degan. Ham qanaqat bu kişilerin en ko'p shukr etuvchilaridan bulursun deb Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Abu Hurayra radhiyallohu anhuga shunday kengash bergan. Allah Teala indi boshqalarimizga da qanaqat bo'lurga, hamda har vaqtda da izgi amallar qilib, kerakli foydali ilmlar olib, Alloh Teala bergan mumkinchiliklarni kullanib, oxiratimizga foyda keltiradigan amallar bilan shug'ullanishga nasib etsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va li sa'iri jama'atil muslimin innahu huval ghafurur rahim.